Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Bugun vatanimiz Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi zo'r siyosiy hodisalarning biri hisoblangan ve 1997 yılı yüz bergen 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yillik xotir kunidan iborat. Buningdan 28 yil burunqi dal bugungi kunda Qaysar G'ulji xalqi 0dan töven 30 graduslik qahirton soğuqqa ve mustabid Xitoy hokimiyatining miltiq zambaraklarga pisand qilmay mardonlarcha ko'kirkini kerib maydonlarga to'kilib, o'zlarining erkinlik va hurligi bo'lgan tashnaligini ve özlerge bitmez tügümez balaya afetlerini ilip gelgen tajavuzchi Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziliklarni namoyon qilishgan edi. Bu munosabat bilan biz 5 fevral inqilobi jarayonida millatimizning hurligi, erkinligi ve azodlik uchun aziz jonlarini pido qilgan qahramon shehidlarimizga ve g'ozilarimizga cho'nqur hurmatimizni ve cheksiz seg'inishimizni bildiramiz. Dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz ve avam xalqimiz 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yilligini turli faoliyatlar bilan keng ko'lamda xotirlash orqali G'ulji shehidlarga bo'lgan cheksiz seg'inishini va hurmatini izhor qilish bilan birga Sharq Turkiston xalqiga qarta rayimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatiga bo'lgan la'nati va g'azab nafratini ifoda qilishdi. 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yillik xotir kuni yaqinlashayotgan kunlarda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan Uyg'urcha va inglizcha tillarda maxsus axborot va bayonot e'lon qilib, mustabid Xitoy hokimiyatining buningdan 28 yil burun G'ulji xalqiga qarta ilib borgan qonliq bostirishining uzluksiz taraq qilib, bugungi kunda 11 davlatning e'tirof qilishiga erishgan rasmiy bir irqiy qirg'inchilik aylanganligini va ayni chog'da G'uljida yurgizilgan qonliq bostirishga sukut qilib turgan xalqaro jamoatchilikning o'tmishdan saboq ilib, hozirmi ham shiddat bilan davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tish lozimligini bayon qilish bilan birga har qaysi ellardagi tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni ve Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni 5 fevral G'ulji inqilobining 28 yillik munosabati bilan turli shakldagi xotirlash faoliyatlarini o'tkazish orqali G'ulji shehidlarini yod etishga ve bu fursatdan foydalanib Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarta rayimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi ve insoniyat qarshi jinoyatlarga qarshi keng ko'lamli norozilik harakati qo'zg'ashga chaqirgan edi. 3 fevral kuni Amerikaning Tahqiqlash axborotchiligi nomli tor jurnali "Mangu qayta takrorlanmaydi" degan va'da bizni irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishdan saqlab qololmadi nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqola mundaq boshlangan: Cho'ng qirg'inchilikning 80 yillik kuni Londonda o'tkazilgan xotirlash marosimida o'tmishdagi zo'ravonliklari eslab o'tilgan bo'lsa-mu, biroq hali ham davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nazardan soqit qilindi. Bu xil sukut yolg'iz beparvorlikning emas, belki bir ogohlantirishning signalidir. Agar biz mangu qayta takrorlanmaydi degan va'damizda ching turmoqchi bo'lsak, kunimizdagi zo'ravonliklarga sal qarmasligimiz kerak. Maqolaning davomidan mundaq mazmunlar o'rin olgan. 1945 yili 1-oyning 27 kuni Auschwitz-Birkenau jazo lageri ozod qilindi. Bu kun tarixning betlariga mangulik o'rnab ketdi. 2025 yili dunyoning har qaysi ellarida cho'ng qirg'inchilikning 80 yilligi xotirlandi. Buning ichidagi muhim bo'lganlardan biri İşenç Fondi Cemiyeti'nin teşkillashi bilan 27 yanvar Londonda o'tkazilgan xotirlash faoliyati edi. Mening bu faoliyatga qatnashishim shaxsan menga nisbatan Germaniya grajdan bo'lganligim uchun emas, balki bir Uyg'ur bo'lganligim uchun intayin cho'nqir ahamiyatga ega edi. Mangu qayta takrorlanmaydi degan va'da bizni irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishdan saqlab qololmadi nomli maqolaning avtori Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Ayso apandi bo'lib, uning mazkur maqolani yozishiga 27 yanvar Londonda o'tkazilgan cho'ng qirg'inchilikning 80 yilligini xotirlash marosimida kallasi qattiq ta'sir qilgan bir omil bo'lgan. U maqolasida bu haqda mundaq bayon qilgan: Cho'ng qirg'inchilikdan omon qolganlar va ularning oila tavobatlari o'zlarining azob oqibatlari paydo qilgan jarohatlar ve ayrılışning alamlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashib, bu marosimning kayfiyatini yuqori bir pallaga ko'tardi. Kishining diqqatini alayda jalb qildigani shuki, dunyoning har qaysi joylarida yuz bergan irqiy qirg'inchiliklar, masalan, Bosniya, Rwanda, Rohingya ve Sudanda yuz bergan irqiy qirg'inchiliklar yana bir qatim tilga ilib o'tildi.
Amaliyat shuki, bu qadar umumyuzlik xotirlash marosimida faqat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligilar nazardan tamoman soqit qilindi. 3 fevral kuni Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilgan Dolqin Isa apandim 27 yanvar Londonda o'tkazilgan shu hashamatli marosimda tarixda irqiy qirg'inchilik uchirgan hamma millat tilga ilingan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning tilga ilinmaganligini eskartib o'tdi. Uning bildirishicha, ilgari Londonda o'tkazilgan o'xshash mazmundagi marosimlarda Uyg'urlar masalasi tilga ilingan ekan. Dolqin Isa apandi so'zining davomida Amerika va ondan ortiq davlat Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilib bo'lgan bir zamonda Londonda o'tkazilgan bundoq bir marosimda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining tilga ilinmasligidagi ko'ngilsizlikning mazkur maqolani yozishiga sababchi bo'lgan asosli omil ekanligini ta'kidladi. Dunyo Uyg'ur qurultayining Angliyadagi vakili Rayma Mahmud xonim shu qitimqi marosimga qatnashgan bo'lib, marosimda Uyg'urlar masalasining tilga ilinmaganligidan o'zining bek parishon bo'lganligini eskartdi. Hamda Dolqin Isa apandining mangu qayta takrorlanmaydi degan va'da bizni irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishdan saqlab qololmadi nomli maqolasi haqida o'z ta'sirotlarini bayon qilib o'tdi. Dolqin Isa apandi shu qitim qiyinning oxirida ayni zamondagi jazo lager shohidlaridan Manfred Goldberg qatorliq kishilar bilan uchrashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatganligini va 95 yoshlik Manfred Goldberg bilan xotir suratga tushganligini eskartdi. Amerika xabar taratqullariga asoslanganda Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubioning ziyorati natijasida Panama Xitoy bilan bo'lgan ochqishli kanal to'xtamini oxirlashtirganligi va Amerika bilan hamkorlashadiganligi to'g'risida va'da bergan. Fox xabarlariga asoslanganda yakshanba kuni Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio Panama prezidenti Jose Raul Molino bilan ko'rishganda Prezident Donald Trumpning Panamaning halqiliq to'sish kanalining kontrol qilish huquqini Xitoyga berganligi to'g'risidagi ayblashini yetkazgan. Panama prezidenti Jose Raul Molino Xitoy bilan bo'lgan muhim taraqqiyot va hamkorlik kelishimini oxirlashtiradiganligi to'g'risida va'da bergan. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Tammy Brossi bu haqda bayonot berib, mundaq degan: Marco Rubio Trumpning uchurini Panama prezidenti Jose Raul Molinoga yetkazib, Xitoyning Hong Kongdagi shirkat orqali kanalning kirish eg'iziga yaqin ikki portni boshqarib, su yo'liga tahdid qilayotganligini, shuning bilan bir vaqtda buning Amerika Panama shartnomasiga xilof ekanligini bildirdi. Panama prezidenti Jose Raul Molino Marco Rubio bilan ko'rishgandan keyin muxbirlarga mundaq degan: "Meningcha Marco Rubioning bu ziyorati Panama va Amerikaning yaqin munosabat o'rnatishiga yangi fursatlar elib keladi. Hamda Amerikaning Panamaga solgan mablag'ini imkon qadar oshirishiga turtki bo'ladi. Biz Xitoy bilan bo'lgan kanal to'xtamini mumkin qadar baldur oxirlashtirishga tirishimiz." Amerika tashqi ishlar ministrligining mo'ljallashicha, Panama kanalidan o'tadigan barliq paraxotlarning taxminan 72% Amerika portlaridan keladi ekan yoki Amerika portlariga bordi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.